شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين. شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين. وأمن حياتي وخير الدليل إذا تهت يوما مع الحائرين. فقرآننا هدينا والحبور وبشر يسلي الفؤاد الحزين. وفي الليل عند احتلاك الظلام سيبزغ منه الضياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. Biz aldınqı saatlik dersimizde ehli kitabınki meyle kıble meselesindeki Müslümanlar arasında şek şübihelerini taqtiş hareketleri olsun. Ya ki Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın risaletine qarta tutqan pozisiyası olsun. Bu meselenin hemmesininki Yahudilardaki bir karakter meselesi ekanligi, qarşı chiqish idisining ta'siri ekanligi, qandaqdir ularning qanoat qilish, qanoat qilmaslik, hujjat, pakt meselesi emas ekanligini biz ilgirki darslarimizda o'tirib qo'yib o'tgan. Endi bugungi darsda Alloh subhanahu va taolo yuqorqi darslarda so'zlangan mazmunlardan keyin nihoyat ig'ir signaldan birini beryotdi. İnsanın karakterini dünyadaki, insana berilgen imkaniyetler, insana berilgen vaqtning cheklik ekanligini eskertip, ahırda hemmimizninki bara joyimizning ne bo'ladiganligini bizga deb beryotdi. Davatudi astag'firullah. Va likulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khayrat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. İnnallaha ala kulli şeyin qadir. Her adamning dünyada bir tanlash huquqi var. Mangdigan yo'li var. Shuni qarab mangdi. Yani bu insonga berilgan bir ixtiyorlikninki dunyodagi ma'lum chek ekanligi. Yani inson dunyoda tanlash ixtiyorligiga, tanlash erkinligiga ekanligini bizga deyotdi. Fastabiqul khayrat. Mushu mezgilda, yani tanlash ixtiyoringlar var. Qilish, qilmaslik ixtiyorliginglar var. Qaysi yo'lda menish erkinliginglar var. Vaqtida yaxshilikni qilib olinglar. Aynama takunu ya'tibikumullohu jami'a. Sizlar nada bo'linglar, Alloh hammangizni yana yig'ib to'playdi. Oxirida dunyoda hech kim inkor qilmaydigan bir haqiqat, hammamiz Alloh subhanahu va taolo tarafiga qaytamiz. Meyli kim bulayli, qaysi cins, qaysi irqtin, qaysi millattin, qaysi xil tabaqada yashagan insan bo'lsin, nada olsun ölüdü. Allah tarafiga qaytıdı. İnnalloha ala kulli şeyin qadir. Allah her narsaga qodir deb bir nimalarni Allah bizga tushuntiradi. Bir signal. Yani Allah subhanahu va taolo yuqorqi oyatning mazmuniga ko'ra insonning dunyoda tanlash erkinligi va maxluq bo'lishini xohladi. Allah bu şekilde insonni yaratdi. Şunlaşkı insan iman eytiş, iman eytmaslik bunun tanlash huquqi var. Haqning qeshidan safelish yoki batilning qeshidan safelish bu ixtiyorligi var. Yaxshi ishlarni qilish yoki yomon ishlarni qilish bu tanlash huquqi var. Amaliyotda bu xil insonga berilgan mushu tanlash erkinligining hammasi Alloh subhanahu va taolodan biz tarafga kelgan bir imtihon sinoq. Bu imtihonni inson dunyoda o'tkazadi. Shu orqali mushu imtihonning ichida ishlarni xolisa qila oladi, xohlamasa qilolmaydi. Ammo buning cheki bor. Bu mangulik davomlashmaydi. Faqat bu xil tanlash erkinligi dunyodalam bo'ladi. Ammo shu sakratga tushgan soatdan tortib insonning insonligiga tugaydi. Ölüm bilen yüzleşken, ömrü ahırlaşkan şu vaqtning o'zida inson mecburi bo'ysunadigan, hamma ishda mecburi, yani boshqalar tarafidan, yani o'zining tanlash erkinligi bo'lmagan bir narsaga aylanadi inson.
U vaqtida inson ne o'ziga, ne boshqalarga hech narsaga ega emas. O'lim kelsa, o'lmayman deyolmaydi. Uning insonligi, o'ziga bo'lgan kontrol huquqi hammasi tugaydi. Qo'li gap anglamaydi, puti gap anglamaydi, ko'zi gap anglamaydi. Quloqga hozir ko'zimiz biz uchun ko'radi. Quloq biz uchun anglaydi. Tilimiz biz uchun so'zlaydi. Putimiz biz uchun mang'idi. Qo'limiz biz uchun tutadi. Ammo o'lgan kundan tortib, o'lgan vaqtdan tortib bütün a'zolar bizdan tanidi. Xuddi bir ilgili darsda nurg'un qatim so'zliq buni bir boshliq, rais qo'l ostidagilarni majburiy ishlatadi. Bu boshliq huquqni tug'an muddatda qo'l ostidagilar xolisun, xolimasun buyurgan ishlarni qiladi. Qachon huquqdan tushib hisob beradigan kunga kelgan kun esa qo'l ostidagilarning hammasi boshliq ustidan shikoyat qiladi. Meni manda ishni qildigan, meni paloniyaga burg'an, meni manda rezil ishga majburlagan, bu bizning qo'l putlarimiz, a'zolarimiz ayni shuning misoli. Hammasi bizga qarshi guvohlik qiladi. Ya'ni dunyoda har odam o'zi mangan yo'lni tanlay oladi. Ma küfrünü tallaydı, ma imanını tallaydı, ma ibadetini tallaydı, ma ma'asiyetini tallaydı. Bu xil olgan ekan oyatning 5'ida falikulli vijhatun ve mualliha ki her adamning mağnıdan bir yolu dünyada. Noğanıkin tabii onun yolu bununla, anın yolu mağnınga oxşamas qiyinlik. Allah subhanahu wa ta'ala hidayet qılgan, toğru yolga başlagan kişiler yaxşılıqqa yüzünüp aldıra alaydı. Nima ishqa? Chunki inson o'zining qachon o'ldiganligini bilmaydi. Yaxshilikqa qanchalik aldirgan siri bu o'zining to'plagan yaxshilik hisobotiga bir narsani qo'shib olgan bo'ladi kelgusi uchun. Chunki u biladiki, imtihon tugagandan keyin natija chiqadi. Buning bir hisoboti bor. Dunyodagi hayot tugudimi? Buning chuqur savol so'roq bor. Erishadigining va qo'ldan ketkizadigining va Anıqandan keyin mushu fursat bu vaqtda qo'shib olish uchun oldiradi. Chunki bugun so'zlayapman, e'tiborim yo'qmi, men buni bilmayman. Hayotim tugashdan ilgari qilgan har ishim menga hisob. Bu nuqtadan Qur'oni Karim hozir bizga o'qiyotgan mushu oyat bizga nima deydi? Fastabiqul khayrat. Yaxshilikni aldirab qilib olinglar deyapti. Ya'ni oyat ko'ra mu'minlardan dunyoda talab qilinadigan nima? Mushu ajal kelishdan ilgari yaxshilikni aldirab qilib olish. Hech kim ham xil qilmasinki Allohdan qutulib qolaman deb o'ylamasin. Chunki oyatning oxirisida aytadi: "Ayna ma takunu ya'tibikumullohu jami'a." Nima bo'ldi? Qaysi shaklda o'lili? Yoki qanday shaklda yashaymiz dunyoda Allohni qutlamaymiz. Ya'ni Allohdan yushinib qoladigan bir o'rin yo'q. Biz nima o'lsak Allah bizning o'rnimizni biladi. Hammamizni bir yig'di. Sura Kahfning 47-oyatida nima deydi Alloh subhanahu va taolo? "Va yawma nusayyirul jibala va taral arda bariza va hasharnahum falam nughadir minhum ahada." Hech kimni qoldirmasdan biz bir yig'imiz deyapti. Nurg'ularimiz dengizda o'lib ketishimiz mumkin. Paroq cho'kib ketib. Aeroplan paroqning ustida parlab ketishimiz mumkin. Ba'zilar ishxonasida o'ladi, ba'zilar tog'da o'ladi, ba'zi bog'da o'ladi. Alloh hammani yig'di. Shu Zariyatning 50-oyatida fafirru ilalloh inni lakum minhu nadirun mubin. Alloh tarafiga men, chunki Allohdan boshqa hech yo'qki bizga nisbatan. Alloh subhanahu va taolo bizning shuni bilishimizni istaydi, aniq shaklda. Biz Alloh tarafidan qochmaymiz. Allohning ilmidan qochmaymiz. Alloh tarafidan boshqa tarafga qochmaymiz. Allah'ın qadridan qochmaymiz, azobidan qochmaymiz. Oldimizga birdan bir ochiq yo'l Allah tarafiga qochish, Allah tarafidan panohlik izlash. Undan boshqa yo'limiz yo'q. Shunga mayli kafir olsun yoki jinoyatchi asi olsun, musulmon bo'lsinmi, Allohdan qutulib qolamanmi deb o'ylab qolmasin. Qiyomat kunisi men yo'q-ku deb o'ylab qolmasin. Hisob ololmaydi mendan deb o'ylab qolmasin. Yuşunu olalayman deb o'ylab qolmasin. Unda bulanmaydi qiyomat kunisi. İnsan dunyodagi mushbirilgan ixtiyorlik davrida, erkinlik davridagi ba'zi qo'lga keltirgan natijalari yoki uningga berilgan ba'zi ne'matlar, fursatlarga qarab mag'rurlanib qolib, shuni bilan ashta davomlashib ketadi. Yoki shuni bilan
duch keladigan ishlardan saqlanib qala, Allah ya qilib qalamiz ish qilib, qanday shaklda o'ylasa, ish qilib bir hisobga chiqmasmiz degandek o'ylarni qiladi. Hisobga bormasmiz, Alloh bilan uchrashmaymiz deb o'ylaydi. Biz deymizki, qiyomat kunisi cho'qqum dahshatlik bir manzarani uchratsizlar. Hisobning haqiqatligini bilgan vaqtinglarda, jannatning haqiqatligini bilgan vaqtinglarda, do'zaxning haqiqatligini bilgan vaqtinglarda sizlar vaqtda qattiq hayron qolasizlar. Hayron qolgandami qo'rqish ichida hayron qolasizlar. Chunki sizlar ham nima bo'lganligini bilasizlar bu vaqtda. Qilgan ishlaringizga qanday shaklda hisob beradiganligini bilasizlar. Hisobotdan chiqqandan keyin sizlarni nimadan saqlab turadiganligini bilasizlar. Nima etmagan dunyoda yaxshilik oldirmaganlarning qiyomat kunisi xor bo'ladiganligi, qattiq azobga qoladiganligini u vaqtda bilasizlar. Bu sizlarga nisbatan ko'z oldinglarda ko'rinib turgan, ya'ni sizlarni saqlab turgan, sizlarni kutib turgan bir hodisa, bir ahvol. Endi oyat Alloh subhanahu va taolo bizning iymon aytib yaxshi ishlarni oldirib qilishimiz. Buni talab qiladi bizning azobdan qutulish uchun. Bizga Alloh subhanahu va taolo oyatda aytadiki, hech kim qutlanmaydi. Hatto insonning badanidagi zarrachilik bir hujayralarmi Allohning oldida turib hisob berishdan qutlanmaydi. Shuning uchun oyatning oxirisida nima deb oxirlashtirdi Alloh? Innalloha ala kulli shay'in qodir. Alloh har narsaga qodir. Ya'ni Allohni ojiz qiladigan hech ish yo'q. Allohga itoat qilishdan hech qaysi qochib qutlanmaydi. Alloh har ishni qilishga kuchi, qudrati yetadi degan mazmunda. Ya'ni mazmun bir aralangandan keyin, ya'ni ilgirki mazmun qaytib o'tadi. Qibla masalasiga qaytib o'tadi. Va min haythu kharajta fawalli wajhaka shatr al-masjid al-haram va innahu lal-haqqu min robbika va mallohu bighafilin amma ta'malun. Sen qayadan chiq? Yuzingni Masjidil Haram tarafga qil. Bu Alloh subhanahu va taolodan, Robbing tarafdan kelgan bir haqiqatdir. Alloh sizlar qilayotgan ishlardan g'ofil emas. Endi bu yerda biz o'yinib boqishimiz kerak. Bir o'yinish to'g'ri keladi. Ilgirki oyatlarni o'qib o'tdik. Hozir biz 49-oyatda o'qiyapmiz shu topda. 50-oyatni o'qiymiz inshaalloh. Mushu oyatlarda qiblaning o'zgarish masalasini, qiblani o'zgartirish masalasini Qur'oni Karim tekrar shaklda ta'kidlaganligi bizning diqqatimizni tortadi. Oqidan 3 qatim takrorlayotdi. 3 qatim ta'kidlab so'zlayotdi Qur'on. Chunki qibla o'zgartirish masalasi mu'minlarning qalbida nihoyat zo'r bir tavrash paydo qilgan masala. Alloh subhanahu va taolo bu xil ta'sirini bu yerda ketkazmoqchi. Qibla o'zgartirish masalasini bir iymoniy masalaga aylantirmoqchi, iymoniy haqiqatga aylantirmoqchi. Ya'ni 3 oyat keldi. Hammasi birisi Kabe'ga qaragan odamga qaratilgan masjidning ichida turib, masjidning ichidagi vaqtdami qiblaga qarash kerak. Ikkinchi oyat masjidning sirtida Kabe'ga qaraydigan, qiblaga qaraydigan odamga qaratilgan. Uchinchisi nada bo'lsa, butun taraflarning hammasida, masalan, safar qilsin, u yerga olsin, bu yerga olsin, nada bo'lsin, namozda qiblaga qaraydigan bu xil shaklda ifodalangan 3 oyat. Va min haythu kharajta fawalli wajhaka shatr al-masjid al-haram. Hozir biz o'qimoqchi bo'lgan oyat. Bu mushu oyatning o'zi o'z vaqtida mushu qibla o'zgartish ahvoli yuz bergan vaqtida islom haqida shak shubhi taqitishga uringan Yahudi, munofiq xristianlarga qanaqa raddiya shaklda kelgan. Ya'ni bular musulmonlarga mushu qiblani o'zgartish masalasi bilan qarshitmoqchi bo'lgan bo'ladi. Nima deb desa, bu degan bu bo'lmasligi kerak ishda. Buningda mal qiblasining bo'pti, o qiblasining bo'pti, mavrasmi, avrasmi, ma haqiqiy qibla bo'lsa, hozirgi qanday qibla? Hozirgi Ka'ba sizning haqiqiy qiblang bo'lib qolsa, burun oyatday atrofida Baytul Muqaddas qarab o'qigan namozing nima bo'ladi? Bularning hammasi bular tashlaydigan bir shak shubhilar. Biz bularga bu xil shak shubhilarga nisbatan biz deymizki, bu ularning tashlayotgan bu shak shubhisi qibla o'zgarish masalasida haq tutilmaydi. Bu yerdagi masala na Baytul Muqaddasning muqaddaslik masalasi emas. Ya'ni bir noyatini ilgari darsimizda dedik biz gavdalantirish tegishli bir masala bor. Masalani oydinlashtiryapti bu yerda mushu oyat orqali.
Mesele Beytul Mukaddes meselesi emas. Mesele Kabe meselesi emas. Yani taş meselesi, öy meselesi emas. Mesele Allah'ın buyruk meselesi. Allah'ın buyruğuna itaat qilish meselesi. Allah için bütün zemin Allah'ın mülkü. Taraflarning hammasi Allah'ın mülkü. Beytul Mukaddes mi Allah'a ait, Kabe mi Allah'a ait. Onun öz zatı da Allah onu mukaddeslikni berishdan ilgari öz zatida mukaddeslik yo'q uningda. Madam bizga Alloh subhanahu va taolo Beytul Muqaddasga qara dedi, uningga qaradik. Endi Kabe'ga qara dedi, uningga qaradik. Biz mush shaklda iymoniy shaklda itoat qilamiz. Chunki Alloh subhanahu va taolo buni va innahu lal haqqu min robbik va mallohu bighafil. Bu shaklda xulosaladi. Yani bu yerdagi masala meyli Kabe'nin, meyli Beytul Muqaddasning muqaddaslik meselesi emas. İtaat meselesi. Qaradı da qaradık, qarmadı da qarmadık. Bu xil şekilde. Ayetning oxirida, hozirgi oyatning oxirida va innahu lal haqqu min robbik va mallohu bighafilin amma ta'malun. Yani sizlar bizlarga xitob qilib Alloh subhanahu va taolo bizning qalbimizdagi, mu'minlarning qalbidagi bu xil ta'sirini, ularning tashlagan shak shubhalarning ta'sirini yo'qotish uchun deyotdi. Sizlar qilgan ishinglar, ya'ni Kabani o'zgartirishinglar va Alloh tarafidan kelgan bir haqiqat. Allah subhanahu wa ta'ala sizlar qilayotgan ishni g'ofil emas. Ya'ni sizlar Beytul Muqaddasga qaragan vaqtimi Alloh buyurgan. Bugungi kunda Kabe'ga qarasangiz Allohning buyrug'i bu. Allah subhanahu wa ta'ala sizlar o'tirg'i qo'yayotgan oshkor shaklda qalbingizda yushib qo'yotgan hamma ahvolni biladi. Shunga xotirjam bo'linglar, sizlar haq ustida. Sizlar Beytul Muqaddasni va Kabe tarafga qaraveringlar. Allah subhanahu wa ta'ala sizlar qilayotgan bütün ishlarni hammani bilib turadi. Allohning xabari yo'q emas bu da'vatda. 150-oyatda va min takrar shaklda kelgan oyatda va min haythu kharajta favalli wajhaka shatral masjidil haram va haythu ma kuntum fawallu wujuhakum shatra li'alla yakuna lin-nas 'alaykum hujja illa alladhina zalamu minhum fala takhshawhum wakhshawni wa li'utimma ni'mati 'alaykum wa la'allakum tahtadun. Allah subhanahu wa ta'ala ma oyatda hozir biz o'qimoqchi bo'lgan oyatni yana xos shaklda va om shaklda ikki qatim ta'kidlayotdi. Sen nada bo'l, nadan chiqma, nega chiqma? Kabe tarafga qara. Masjidil Harom tarafga qara namozingda. Depolib, sizlar nada bo'langlar, ko'plik shaklda yuzinglarni Kabe tarafiga qaratinglar namozda. Bu sizlarning qilgan bu ishinglarda hargizmi bu munofiqlarga, sizlar bu haqda sizlarga shak shubha tashlayotgan bu yahudlarga pok to'p qolmasin bu. Sabab bo'lib qolmasin. O'zingizning yo'lda kelgan mush buyruqni ijro qilishda mustahkam turinglar. Ishkilanmanglar sizlar. Faqat zolim odamlar buningda keyniga chekinadi bu ishda. Masalan, shu vaqtida munofiqlar bu haqda keyniga chekinganlar va iymoni ojizlarning tavrab qolganlar va gap topganlar va bular o'zga zulm qilganlar bular. Fala takhshawhum wakhshawun. Ulardan qo'rqmanglar, mendan qo'rqinglar. Men sizlarga bunda qilishim ne'matimni to'liqlash uchun bu orqali sizlar to'g'ri yo'lni topsizlar. Buning uchun bo'layotgan ahvollar deydi. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo mush oyatda o'zining rasuli va musulmonlarga takror shaklda Masjidil Haromga qarashni ta'kidlayapti. Sen nada ol Masjidil Haromga qara. Sizlar nada bo'langlar, Masjidil Harom tarafga qaranglar. Mayli Madinaning sirtida qanday bo'lsanglar. Bu har namozdagi qibla bu Kabe. Namoz o'qiydigan o'rininglar nada olsun? Bir masjidning ichiga kirib o'qinglar, sirtida o'qinglar, nada o'qinglar? Yuzinglar Kabe tarafga olsun. Bu sizlarning qiblanglar bu. Li alla yakuna lin-nasi alaykum hujja. Bu yerdagi kishilar degan iborat ishlatdi Alloh. Kishilarga bana olib bermasin bu. Delil pok to'p qolmasin sizlarga qarshi dedi. Bu yerdagi kishilarning maqsad munofiq yo nasrlar maqsad. Nimada delil pok to'p qoladi? Chunki ilgari musulmonlar Beytul Muqaddasga qaragan. Endi Masjidil Haromga qaradi. Bu yerda demakki, takrar davatimiz bu nuqtani inchki nuqtaga chiqqa ilgari oyatda dedi, hozirmi deymiz? Beytul Muqaddasning bir o'z zotida bir muqaddaslik yo'q. Na Kabe'ning Masjidil Haromning o'z zotida muqaddasligi yo'q. Bular ikkisi birisi masjid, ya'ni birisi masjid, ikkisi masjid toshdan qo'pirilgan masjid. Ammo bu yerdagi masala buyruq itoat qilish. Buyrug'ichining Alloh subhanahu va taolaning buyrug'iga itoat qilish. Mushnoqni ifodalanglar munofiqlarga. O'zinglarningki Beytul Muqaddasning sizning nazaringizda haqiqiy masala emas ekanligini, Masjidil Haromningmi asli masala emas ekanligini, asli masalaninki
buyruğucu zatının buyruğu ve bizning onun itaat qilish meselesi ekanligini boshqalarga uqtiringlar. Onu başka şekilde bana tapmasın. İslam'ın asli prensibi bu. Mesele bu. Biz bunu ilgili derslerimizde tekrar ta'kidladik. Ayette mi? Muş qilli meselesi tekrar ta'kidlanadi qayta. İllellezine zalemu ama zalimlar, yani zalimden bir ibaretni ishlatdi. Zalim degan kim? Desa, haqiqatni inkor qilgan yoki o'zining yo'lini o'zgartgan odam zalim. Yoki haqni botilga o'zgartgan, botilni bu şekilde. Zulüm adatın asli ma'nosida haddidan eshib ketish. Yani bularning haddidan oshdi, haqiqatni inkor qildi degan shaklda bularni zolim deb atadi. Mushu ideyadan boshqa shaklda ketdi. Yani mush qibla o'zgartish masalasida tavrinib qolganlarni, keyniga chekinganlarni, bu yo'ldan tanlanganlarni, masalan keyniga yonganlarni, bu hammasini zolim deb atadi Alloh subhanahu. Da'vat ediki fala takhshawhum, uldan qo'rqmanglar. Vaxshawni va liyutimma ni'mati alaykum va la'allakum yahtadun. Yani bir mu'min Allah tillam qo'rqqan vaqtda insondan qo'rqmaydi. Chunki butun kuch-quvvatning Allohga oid ekanligini biladi u. Shuningga butun ishlarning hammasiga Alloh subhanahu va taoloni ilgir qiladi. Har qanday bir ishdan Alloh subhanahu va taolaning ishini oldiga qo'yadi. Qo'rqish masalasi ham ayni masala shu. Qachon bir odamdan qo'rqish yo'qolib ketgan vaqtida o odam andan keyin yo'ldan o kelgusidan ansiraydigan, mana qilsam nima deb qoladigan bir xil holat anda vaqti paydo bo'ladi. Madam Allohdan boshqasidan qo'rqmagan vaqtida, mana oyatda mendan qo'rqaڭlar emasmi? Allohdan qo'rqqan vaqtida masala qanday bo'lsin? Allah nimaga buyursa, uni qo'rqmay qilalaydigan bir holat paydo bo'ladi. Va liutimma ni'mati alaykum va la'allakum tahtadun deb oxirlashdi. Oyatning oxirisi sizlarga ne'matimni to'liqlash, sizlarning to'g'ri yo'l tepishinglar uchun dedi. Ne'matning to'liqi iymon masalasi, bizning iymonimizning butunlanishi, bu yo'lni o'zimizning hayot yo'li deb tanlashimiz masalasimiz. Iymonning talablarini ijro qilish, bu iymonning to'liqi. Ne'matning to'liqi, ya'ni ne'matni to'liqlayman dedi emasmi? Bu. Alloh subhanahu va taolo bizni iymonga hidoyat qilgan bo'lsa, bu mu Alloh subhanahu va taoloning bizga bergan bir ne'matining mukammalligi tamomi. Yani imanның haqiqiy sağlam bo'lishi uchun, haqiqiy Alloh tomonidan qabul qilinishi uchun imanning talablarini o'rinlash kerak. Alloh subhanahu va taoloning bizga tushirgan vazifalarini izchil shaklda ijro qilish kerak. Biz taklifotni, buyruqni uzib qo'ysak bo'lmaydi. Yoki arlab qilsak bo'lmaydi. Ani qilib, ma'ni qilmay, ya unda emas. Alloh oqqa burdi, oqni qilamiz, qorga burdi, qorni qilamiz, o'ngga, solga, oldimizga keyin nega mengishga burdi, shu yerga mangamiz. Baytul Muqaddasga qaradidik, qaradik, Ka'baga qaradidik, qaradik, boshqa yerga qaradisimi qaraymiz. Mana bu iymonning eng mukammal tarifi. Chunki Alloh subhanahu va taolaning bizga bir ishlarni ustimizga yuklab, vazifa qilib, taklifot qilib, sen bu ishni qilsa deganning o'zi Allah subhanahu va taoladan bizga berilgan bir ne'mat. Hayotimiz uningsiz isloh bo'lmaydi. Allah subhanahu va taolaning ne'mat taklifot ne'matlari, vazifa ne'matlari faqat biz Allah subhanahu va taolaning buyurganlarini qilishda, ko'rsatgan yo'lda mangishda muhabbat bilan, suyunch bilan manga vaqtimizda bo'ladi. Allah hech qachon hech narsaga ehtiyoji yo'q. Biz Allohning buyurganlarini suyib qilmasak, shunda ko'nglimizda bir xil ig'ri kelsa o bizga nisbatan, u vaqtida bu ne'mat bizga to'liqlanmaydi. Hammalar bilamiz, ne'matlar normalda ig'ir keladi deb tushundiramiz. Namoz o'qimaydigan odamga nisbatan ig'ir keladi, roza ig'ir keladi, haj ko'rish ig'ir keladi. Ammo qanday vaqtda ig'irligi yo'qoladi desa, shu vazifaning, shu taklifotningki oxirgi natijasi insonning qallasida jilvalangan vaqtida. Namoz o'qiymiz, zakot beramiz, roza tutamiz, haj qilamiz, boshqa buyruqlarni qilamiz. Qallamizda mushuningdan biz kelgusida, qiyomatda, oxiratda oladigan bir ne'mat ko'z oldimizga kelgan vaqtda hech nima emas. Buning faqat jafosi bo'lmaydi. Xuddi bir cho'ng bir tijoratga kirishdi birisi. Bu ticaretinin arkasında zor payının buluşu kütülmekte. Yani kıllısta muş ticarette eğer utuk kazna alsam,
Men 1 yil, 2 yil, 3 yil japa tortaman. Qattiq cho'ng pul topa olayman, cho'ng foyda va tatqan japalar hech kim kuzib ko'rmaydi. Birisiga oshiq bo'lgan odammi, o'sha ma'shuqiga yetish uchun u yo'lda tatqan japa hech qachon kuzib ko'rmaydi. Agar mu'minning o'zining aytgan iymoniga mushu darajada ishonchi bo'lsa, qilayotgan ishlariga mushu darajada ishonchi bo'lsa, tatiyotgan japolari buning oxirgi natijasi mukofoti ko'z oldiga haqiqiy ko'ralsa, mu'minga nisbatan hech nima emas qilayotgan ishlari. Ya'ni mu'min qachoniki o'zi qilayotgan ishning mukofotini unutgan kun esa qilayotgan ishi mu'minga qiyin keladi. Ma'siyat mu aynı masala. Ma'siyat qanday vaqtda bizga shuncha suyimlik bir ish bor, ammo u jinoyat. Biz cheklanamiz. Keyindagi azobini bilgachga, jazosini bilgachga, qachoniki ma'siyatning jazosi unutilgan, uningdan biz duchor bo'ladigan azob unutilgan kunning atsi o ma'siyatga nisbatan bizning yo'limizga erishib ketdi. U bizga naydi suyimlik yo'limiz ravon bir narsaga aylanib kiradi, daral qilaveramiz uni. Ahvolimiz shu. Biz Allohning bizga bergan ne'matlarini ne'mat deb tunish, buning oxirgi mukofot jazolarini o'ylash bizga taklifotni hech qiyin tuyuldirmaydi. Sura Baqaraning 45-46-oyatida Alloh subhanahu va taolo mushaqda vasta'inu bis-sabr was-salat. Sizlar qilayotgan ishlaringning hammasida bel quvvatmanglar, chidamchan bo'linglar. Alloh bilan bo'lgan munosabatni uzib qo'ymanglar. Bis-sabri was-salatini chidamchanlik va salat namoz Allohning bilan insonning o'rtasidagi aloqa bo'lishining birinchi xil usuli. Mush orqali yo'lini davom qilinglar deb bo'lib, va innaha lakabiratun illa alal khashiyin. Bu ishlar egri keladi deydi. Bu yo'lda mengish egri keladi illaki khashiyin Allohdan haqiqiy qo'rqqanlarga. Allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Qiyomatda Allohning oldiga boramiz deb jazm qiladiganlarga, Alloh tarafiga qaytimiz deb ishonch qiladiganlarga egri keladi. Bayatning deganimizdek qilayotgan ishlarimizninki mukofot jazosi kallamizda haqiqiy aks etgan vaqtning o'zida qilayotgan savoblik ishlarimiz, taklifotlar, vazifalar bizga hech japa emas. Bizni o'ziga chaqirayotgan o ma'siyat ozdurmalar bizga uningdan cheklanmak hech japa emas. Ammo shu ishlarning keyinidagi natijasini, ma'ning ajrini, ya'ni yaxshi ishlarning ajri savobini, yomon ishlarning jazo oqibatini unutib qolganning atisi ma ish shuncha eg'ir keladi bizga. Qilg'imiz kelmaydi. Ammo jinoyat ma'siyatlar shuncha suyimlik yo'llari ravonshib ketib qoladi. Bu haqda Alloh subhanahu va taolo yana sura Ma'idaning 3-oyatida shu payg'ambar alayhisalom hajjatul vido'dagi vaqtida tushgan bir oyat va al-yawma akmaltu lakum dinakum va atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islama dina. Wa raditu lakum al-islama dina. Ya'ni bu yerdagi ne'matning tamom bo'lganligining o'zi bizning butun Alloh buyurgan ishlarning hammani qila olganligimiz, bu dinning bizga iymon ne'matiningki to'liq bo'lganligi. Oyatdami bugun dininglarni mukammal qildim, ne'matimni tamom qildim sizlarga, islomni sizlarning dininglarga rozi bo'ldim deb ne'matning tamom bo'lganligini, iymonning tamom bo'lganligi, dinning tamom bo'lganligi ma'nosida ifodalayapti. Ya'ni bu oyatdagi biz bugun sizlarga dininglarni mukammal qildim, ne'matimni tamom qildim degani Rasululloh sallallohu alayhi vasallamningki risolatiningki tamomlanganligi, ilohiy taklifotlarning tugaganligini bir xabar berdi. Bundan keyin endi bo'ldi, tugadi. Taklifotlar tugadi. Taklifotning tugaganligini atmamtu alaykum ni'mati deb ne'mat deb tilg'ilayotdi. Ya'ni taklifot bizga nisbatan bir ne'mat. Dediqku qilgan har ishimiz bizga nisbatan bir ne'mat. O'qigan namozimiz ne'mat, namoz o'qiy oldik biz. Zakat bersak bu bir ne'mat, zakat beralik. Qiyomatda buning ajrini ko'ramiz. Ro'za soldik bu bir ne'mat. Mushlar Allohning bizni qodir qilganligi, qila oladigan imkonni egaligini o'zi bir ne'mat. Ammo bu taklifotningki eg'ir qiladigan odamlar bo'ladi. Voy namozni o'qib bo'lgandan bugun 5 qitim. Zakat berish eg'ir keladi. Ro'za eg'ir keladi. Haj qilish eg'ir keladi.
Bula hammadan askilishib ketdi. Xudoyim kuch yetmagandan so'maydi, bizning kuchimiz yetmadi deb o'zicha ishlarning taqat doirasidan chiqib ketganligini da'vo qiladi. Panish baqsaq bo'ladi, hammadan shunda. Ya'ni mushkil taklifat ig'ir qildiq odam, namoz ig'ir qildiq odam, va hammadan o'qimasa uni bugungi kundagi xizmat, tijorat, uchubuchi vaqtning turmush etimning tizib, voy u hech yig'ib o'qiymiz uni. Bu xil shaklda namoz shunchalik darajada taqatdan chiqib ketgan uningki. Zakat uning taqatidan chiqib ketgan. Va bolalarimizni boqmaymizmi, bolalarimizni o'qitmasak qolma. Bu xil shaklda haj uning taqatidan chiqib ketgan. Va biz o xil shaklda kishilarga deymizki, Allah subhanahu va taolo madam taklif qildimi? 5 vaqt namoz o'qir dedimi? Zakat ber dedimi? Haj qil dedimi? Ro'za tut dedimi? Tamam, bu sening iqtidoring, ya'ni qudratingning ichida bo'ladi. Allah subhanahu va taolo insonni qadrlanmaydigan narsa asla taklif qilmaydi. Taklif qildimi? Üstünge yükledimi, vazifa qilib belgiledimi? O sening taqdiring ichida. Sen qachon onunğa qadrlanmaydigan holatga o'tgan vaqtda Alloh uni yengillashtirib berdi. Safarga chiqib qolsang, namozni qasr qilishga ruxsat berdi. Su topolmasang, tayammum qilishga ruxsat berdi. Og'rib qolsang, Ramazonda ro'za tutmaslikka ruxsat berdi. Demak, bularning hammasi nima desa, bizga shuni ko'rsatib turadi. Ya'ni Alloh bizni buyurdimi, cho'qqum bizning imkoniyatimizning ichida. Masala nima desa, kalla bu ishga nisbatan aydın olmoqlik. Ya'ni bayatdan azroq ilgari biz degandek, masalaninki keyingi natijasi, keyingi mukofot jazosini biz aslayolmaylik. Shu boshqa masalalar ig'ir keladi bizga. Namoz ig'ir keladi, zakat ig'ir keladi. Agar biz uning oxiridagi, oqibatidagi mukofot jazosini aslaganimizda bizga hech ig'ir kelmaydi. Hayotning oxirisidagi va la'allakum tahtadun. Ya'ni sizlarning to'g'ri yo'lni topishinglar uchun. Amaliyotda bu to'g'ri yo'l biz yetmoqchi bo'lgan nishonga eng tez bizni aparadigan qisqa yo'l hisoblanadi. Ya'ni masalani boshqaroq akilish to'g'ri keladi. Masala aydın olishga kelganimizda biz yashayotgan bu dunyo, bu hayot biz erishmoqchi bo'lgan, bormoqchi bo'lgan nishonimizning bir o'tkinchi musofasi. O'tkinchi musofasi. Allah subhanahu va taolo bu hayotda nurg'un sabab vositalarni berdi. Shu orqali biz o'zimizning turmushlarimizni, hayot harakatimizni kontrol qilamiz. Shu orqali o'rinlashtiramiz. Ammo bu sabab vositalar, bu hayot, bu yashash bizning asosiy nishonimiz, g'oyamiz. G'oyamiz nima desa, biz shu sabablarni, vositalarni qo'llanib yashash orqali sababni ketmaydigan, vositani ketmaydigan, sababsiz yashaydigan bir hayot qilmoqchi. Bu bizning oxirgi nishonimiz. Bu bir Allohning qudratining buyukligi. Allah subhanahu va taolo bizga o'rgatdiki, biz dunyoda yashaymiz sabab bilan. Nima uchun? Oxiratda sababsiz bir dunyoda yashashimiz uchun. Bu dunyodagi sabab vositaga taynib yashaydigan bu ahvolimizning hammasi sababsiz, vositasiz, muddatsiz, cheksiz yashaydigan oxiratninki oldingi qitimliq bosqichi biz bu yerdan o'tishimiz kerak. Bu o'tmay olmaydigan bir musofa. Yani bu şu yüzden ve la'allakum tahtadun degani biz mushu musofani eng qisqa shaklda, tiz shaklda tamomlab, yoki muvaffaqiyatli shaklda tamomlab, oxirgi nishonimizga berish uchun Alloh subhanahu va taolaning deganini qilishimiz kerak. Ko'rsatgan yo'l bo'yicha manishimiz to'g'ri keladi. Endi bu yerda vositani, g'oyani, o'tkinchi bir davrni, o'tkinchi bir hayotni va oxirgi nishon, mangulik hayot, mangulik ne'matni to'g'ri tushunishimiz kerak. Dunyoni o'zimizning asosiy vositasi, asosiy g'oyasi qilganning atsi, undan keyin bizning ishimiz oqmaydi. Masaladan mushakaga vaqtda hidoyat, dalolat masalasi qalbimizda aydınlash kerak. Hidoyat deganimiz yaşayotgan dunyomizni vosita deb tunish, o'tkinchi hayot deb tunish, imtihon hayoti deb tunish, shunga yarasha ish ko'rash. Imtihonda qanday yozimiz qo'yilib, imtihonga bergan vaqtda shunga yarasha ish ko'rash va yiroqdagi bizning nishonimizni nishonlash, ko'zlagan nuqtamizga yetib berish uchun uzluksiz davom qilish. Bu to'g'ri yo'lda. Dalolat degan nima desa, mushu yashayotgan hayotimizni, mushu dunyoni asli nishon, bundan boshqa bir narsa yo'q. Bu yerdan ketsak hammish tugaydi. Bu yerda qilganimiz o'zimizning, itibog'imiz o'zimizning, tepvog'imiz o'zimizning,
ishni halol bo'lsa mı qilamiz, harom bo'lsa mı qilamiz degan shaklda yashash ma'o azg'unni qiladi. La'allakum tahtadun degan oyat bizga mush nuqtani qanday qilyapti? Eskartiyotidu. Yani mesela to'g'ri yo'l topib masalasi. Valillahil masalul a'la bir misal alsak. Bir yerga safarga mangdiq. Safar uzrab ketdi vaqt. Bir necha vaqt o'tdi. Hammalarning kallasida boradigan nishon, boradigan yerlarimiz to'liq aydın emas. Ba'zilarimiz bilamiz, ba'zilarimiz bilmaymiz. Eskartilsin, mang'il uzun bo'ldi, bu safarga chiqqan uzun bo'ldi, yetib berib plan bo'ldik deymiz. Ama haqiqiy safarning eng oxirgi nishonini bilganlar, safarning to'xtash manzilini haqiqiy tushunganlar bu safarda musofirdek mangadi. Safarning yo'llarini to'sadigan ishlarni qilmaydi, safarning tezligiga ta'sir etkazadigan omillarni qilmaydi. Masalan, ko'zlagan nishonga qarab oldiraydi. Ammo safarning asli nishonini unutib qolgan odamlarcha aramağız kilidi, ottağız kilidi, vay bir mangduq tügmedi, vay bir to'xtab turdi ya da bir mezgil bir yer yaşağız kilidi. Farq mana şu. Bular o'zining nishoniga yetalaydi, mavla chiniydi, balki yetemesligi mumkin. Farq dunyodagi bu hayotga nisbatan tunish farqimiz shu. Hidoyat asli nishonga qarab mangilgan to'g'ri yo'l, dalolat asli nishonga mangishning adishib ketgan yo'l oldu. İnsanlar mushkil tanlashga qarab turib asli nishonga yetalaydi ya yetemaydi. Allah bu oyatda bizga shuni eskartib turdi oyatning oxirida. La'allakum va la'allakum tahtadun. To'g'ri yo'lni tep mangishinglar uchun da'vat etdi. 51 oyatda Allah subhanahu va taolo da'vat etdi. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaykum ayatina va yuzakkikum va yuallimukumul kitaba wal hikma ve yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Endi ilgirki oyatda Allah subhanahu va taolo yo'l masalasini o'tirg'a qo'ydi. Yo'l masalasini. To'g'ri yo'l, xato adashgan yo'l. Bizni saqlab turayotgan bir oldimizda bir hayot va bir nishon va bir manzil va biz shu manzilga mangishda ba'zilarimiz to'g'ri yo'lni tanlaymiz, ba'zilarimiz adashgan yo'llarda, adishimiz ya'ni yo'llarda. Endi insonning xarakteri bu hayotda. Bu hayotning mohiyati shu. Biz ilgirmi deb o'tgan darslarimizda Alloh subhanahu va taolo bizga marhamat qilib, rahmat qilib, o'zining dinini bizga mukammallashtirib, taklifotlarni tushirib, uni qil, buni qilma deyish orqali bu yo'lda to'g'ri mengishimizni, nishonimizga eng qisqa vaqtda, qisqa shaklda, qisqa yo'ldan yetishimizga qana qilgandek, kepillik qilgandek yoki yuqoridagidek bizga shu ne'matlarni ato qilgandek, kama arsalna fikum rasulan minkum. Sizlarga oranglardan payg'ambar avatdiq deydi, elchilarni avatdiq deydi. Bu payg'ambarning vazifasi yatlu alaykum ayatina, bizning oyatlarimizni sizlarga o'qib beradi. Ve yuzakkikum, sizlarni poklaydi. Tabii ki bizde nurg'un ayib nuqsonlar bor. Ve yuallimukumul kitaba vel hikma, sizlarga kitob, hikmat, ya'ni Qur'on, hadis, kitob sunnatlarni o'rgatadi. Ve yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Sizlar bilmaydigan narsalarni sizlarga o'rgatadi. Ya'ni bu yo'ldagi bizning yetakchimiz bu. Bu Alloh subhanahu va taoloning bizga bergan ne'matlardan birisi. Ilgirki oyatda ne'mat shaklida tilga olindi, din va dinning taklifotlari, iymonning taklifotlari, vazifalari ne'mat shaklida olindi. Ma oyatdagi shu ne'matning davomi. Oyatning başidagi kama degani shundaqla yuqorqi har xil vazifalarni, har xil taklifotlarni uni qil, buni qilma deyish orqali sizlarga ne'matlarimizni to'liqlab bu yo'lda to'g'ri shaklda mengishinglarni saqlaganimizdek yana biz payg'ambarni avatish orqali sizlarning to'g'ri yo'l mengishinglarga aniqlatimiz, saqlayapmiz. Ya'ni sizlar shunga akasanglar, mushu bo'yicha amal qilsanglar, buni bir ne'mat deb tunsanglar, inshaalloh ta'alaysizlar degan shakldagi mazmun. Ya'ni Rasulan minkum, oyatdagi rasulan minkum degani aranglardan payg'ambar degani insondan bo'lgan payg'ambar, boshqa narsa emas. Ham tabiiyki Alloh tarafidan kelgandan keyin insonning qalbisi kamay qolmaydi. Malaika shu deb masalan. Yoki insondan boshqa bir tipning kasi shu deb. Bu o'ylash kerak. Bu payg'ambarning vazifasi, bu elchining vazifasi bizga hayot musofimizda qiladigan va qilmaydigan ishlarni ko'rsatish. Agar malaikalardan payg'ambar bo'lib kelib, masalan bizga ro'za tutsa desa,
Bizga egri kelganligini nima deymiz biz? Siz hocam malaika bo'lib tamoq yemaganingizlar, biz degan qo'saq achadigan gap ekan. Bu attiga yeganchi kechgacha qanachalik bo'ldi? Siz malaika o'qimaysiz deyishimiz aniq. Ammo insondan bo'lgan payg'ambar kelib bizga nima deyotdi? Ro'za deyotdi. O'zi tutyotdi. Tutildi ekan u. Namoz o'qib deyotdi, o'zi o'qiyotdi masalan. O'shni qil deyotdi, qilma deyotdi, o'zi qilyotdi, qilmayotdi masalan. Biz uningga qarab turib, ondan keyin bu yerda bir yo'l ko'rsatish, amaliy namunalash masalasi bor. Undan boshqa bizga uni qil, buni qilma deydigan bu kishi o'zimizdan bo'lsa, ya'ni biz degan normal. Hatto insonlarda bunda bir ahvollar bor bilasizlar. Bir yurtliq o'zining yurtligi bilan, bir millat o'z millati bilan, hatto bir irq o'z irqi bilan eng rahat. Paranglashsa rahat, aralashsa rahat, to'liq ishonch o'zaro bog'lanadi. Muomala go'zal bo'ladi. İnsanlar oturursa mesela davatımı emdi. Bu oynak bu mesele. İnsan bilen insanın alakası, muamelesi, arayışları rahat. Ama insandan başka bir türlü olup kalsa. Mesela malaika değil. Çünkü malaika olsa insan tek şekilde olmaydı bu. Onu olan yalnız bir yere gitmeyiz. Belki kana kılışımız mümkün, kokuşumuz mümkün mesela. Taze hoşumuza gitmesi mümkün. Bir kallaşmağa işte bu. Yani demek ki oğlum bir epleşmeyimiz biz. O peygamberinin özümüzden boğalıqı, bizning tilimizdeki tire, bizning küzümüzdeki küzva, bizdeki sözleydi o, bizdeki hissiyatı ege, biz toğulup yaşağa yerde toğulup yaşağan, onda bir bizden toluq alışalaydıgan bir insan boğalıqın ozu acayip katlı nimet yani. Yani bu peygamber risaletga taklif qilinishdan ilgari, payg'ambarlik vazifasini ustiga olishdan ilgari, bizga islom dinining paketlarini akilishdan ilgari ham sizlar uni tunib bo'lgan payg'ambar bu. Arsalna fikum rasulan minkum deb oyatdagi aranglarda, sizlarga, aranglarga sizlardan degani o'zinglar biladigan bir payg'ambar da'vatidi. Chunki Rasululloh 40 yoshda vahiy keldi, 40 yoshdan ilgari Rasululloh Muhammad degan ism bilan Muhammad al-Amin, ishonchlik, sodiq, omonatdor degan nom bilan qavmining ichida tunib bo'lgan payg'ambar. Rasulullahninki buyuk axloq egasi, omonatdorligi butun arablarning ichida payg'ambarlikni e'lon qilishdan ilgaridan ma'ruf ish. Hatto payg'ambarlikni e'lon qilib bo'lgandan keyin Rasulullohga iymon aytmagan dushmanlarmi omonatini Rasululloh qo'ydi. Boshqalardan alanmagan qarz bo'lib qolsa, Rasulullohning eliq yordam talab qiladi. Bularning hammasi Rasulullohninki payg'ambarlik kelishdan ilgari arablarda qanchalik o'z kishilarining ichida tunilganligining ifodasi. Shuna minkum degani shu. Amaliyat Rasulullohga iymon etgan odamlar kim o desa, tunji iymon etganlar Rasulullohni eng obdan tunuydigan odamlar. Abu Bakr radhiyallohu anhu deymiz. Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu deymiz. Xadija deymiz. Bular Rasulullohni eng obdan tunugan bo'lg'achqa Rasululloh men payg'ambar deb bo'qcha, tamam biz iymon etdik. Chunki Rasulullohning hayotida yolg'on aytib boqmaganligini, adamiy yolg'on aytmagan kishi, etrofidagilar yolg'on aytmagan kishining Alloh nomidan aslo yordam yolg'on aytmaydiganligini biladi, tamamen obdan biladi. Shunga men payg'ambar deb, tamam sen payg'ambar, ishondik biz sana. Bu şekilde iman etti bular. Yani bu Allah subhanahu wa ta'ala'nın bir rahmeti, özümüzün içinden bir peygamberini bizge Rabbimizin ügütüşünü qanaqanlığı evet geldik. Şu Sure Tevbe'nin 128. ayeti mu? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhim ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim. Aranglardan üzerinde için bir peygamber geldi. Azizun alayhi ma anittum sizlar tatib qolgan japa buningga eg'ir keladi. Bu bizning güchimizdan, bizning qanimizdan. Bizga kuyinadi harisun alaykum masalan bizga. Va bil mu'minina raufur rahim. Mu'minlarga intayin mehribon. Bu şekilde sifatlanadi payg'ambar alayhisalom. Oyatning oxirisida yatlu alaykum ayatina va yuzakkikum. Bizning oyatlarimizni sizlarga tilovat qilib berdi Qur'on va Qur'onning izohat şekilde hadislarni bizga o'qib berdi. Va yuzakkikum degani sizlarga chaplashib olgan, sizlarda shakllanib qolgan nurg'un ayib nuqson kasallar va
Yani nurgun necisliklar var, bunu paklaydı. Mesela bizde mesela insanlarda Peygamber Aleyhisselam kelgan vaqtda butqa ibodat qilish, qizlarini kumutish, haroq, qima, jazona, o'g'irlik, turli jinoyatlar o'zi Rasululloh mushlarning hammasini paklaydi. Bizga zararli ishlarning hammasini bizdan yo'q qo'ydi. Ya'ni bu nuqtadan yuzakkikum sizlarni paklaydi degan. Va yuallimukumul kitab wal hikma. Ya'ni sizlarga kitobni, Qur'oni Karimni va hikmatni o'rgatadi. Hikmatni degani sizlarga foydali ishlarni sizlarga buyuruydi, yomon ishlarni sizlarni to'sadi, sizlarni zararlardan saqlab qoladi. Hikmat har qanday narsani o'z joyida bizning Uyg'ur tilidagi donolik deymiz. Bu nuqtalarga asaqmi bo'ladi. Payg'ambar alayhisolamning hadisiga asaqmi ham bo'ladi. Payg'ambar alayhisolamning vazifasi yana bu. Ya'ni hikmat qimma o'tirisida bir shakllanadigan bir aqlonlik. Ya'ni yaxshilik yo'lida ishlarni qilish, yomonlik ishlarni cheklash, buning hammasi nima? Hikmat. Dal Payg'ambar alayhisolamning vazifasi biz bayonlaganimizdek, bizga yaxshilik ishlarni qilish va buyurish, bizga yomon, bizga ziyon soladigan ishlarni qilmaslik va undan qana qilish, tusash. Sura Ahzabning 34-oyatida Alloh subhanahu va taolo "Vazkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikma." Yani sizlarning uyanglarda tilovat qilinadigan Allohning oyati va hikmatlarini sizlar o'qinglar. Vazkurna zikr qilinglar degan shaklda keltirdi. Bu nuqtadan hikmatdan maqsad bayatın degandek dono fikr, yaxshiliklarni buyurish, yomonlikqa to'sash din boshqa Rasulullohning hadislarini ham qanday qiladi o'z ichiga oladi. Hadis qilma ham ma'noda. Va yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Sizlar bilmaydigan narsani sizlar o'rgatadi payg'ambarning vazifasi. Chunki Rasululloh kelgan vaqtda Arab millati, Arablar shu vaqtda savodsiz insonlar. Sizlarni dunyo o'z madaniyati bilan, masalan, o'zining yaratgan büyük madaniyatlar bilan hang-tang qoldirgan bo'lsa, endi sizlar dunyoni imani nurlar bilan hang-tang qoldirasizlar. Sizlar burun Sharq tarafidagi Persiya, G'arb tarafidagi Rum imperiyasining ostida izilib, so'qilib, bechor holat yashagan bo'lsanglar, endi bu iymon bilan Rasululloh akaga yo'llan hammasini ustun shaklda qana qilasizlar, yashaysizlar. Chunki osmondan kelgan bu yo'l zamin madaniyatlarining hammasining ustunda turadi. Butun madaniyatlar uning ostiga tushadi. Umar radhiyallohu anhu deydi: "Ma Umar lawla al-Islam." Islom bo'lmagan bo'lsa, Umar olmaydi deydi. Umar radhiyallohu anhu bir gapi bor. Yana bir gapi bor. Biz islom bilan aziz bo'lgan millat. Umar radhiyallohu anhu o'zini ko'rsatib turib, biz xaridoq islom bilan aziz bo'ldik. İslamdan qancha yiroqlasak, yana islom Rasululloh aytgan yo'l dunyodagi katta madaniyatlarni qadimining ostiga oladigan yo'l. Bu yo'l orqali har zalil, xor odam aziz bo'ladi, aziz odam xor bo'ladi. Bu yo'lning xarakteri bu. Ya'ni inson bilmaydigan narsalarni bu yo'ldan qana qiladi, o'rganadi. Shuning bilan bugungi darsimiz oxirlashdi. Inshaalloh darsimizning oxirisini kelasi darsda Allohning fazli marhamati bilan Alloh nasib qilsa davomlashtiramiz. Va aqru da'wana alhamdulillahi robbil alamin.